usta kelay nimaga uy egasiga mana shunaqa отпечатка paletsli, ko'tersa bo'ladigan tortmali sez borligini aytishmaydi. Agar aytishganda bor, ko'pchilik qo'ydirgan bo'lardi. Mana buni qarang, undan tashqari aksesuarlaringizni qo'yib qo'yishga narsalar, bular tayyor bo'lar ekan. Shunchaki mebel yasattirgan joyingizda shu aksesuarlarni qo'shib yorsiz, bo'ldi ekan. Agar sizda mebelchi bo'lsangiz, любой mebel yasatgan joyingizga mana shu narsani prilagat qiling. Menimcha o'zini yaxshi ko'rgan любой odam oldiradi. Men bunaqa furnituralar borligini endi ko'rishim. Misko brendi chiqarar ekan, shuni ofitsialniy showroomi ochilibdi. Yororgan ekan. Shu darajada mukammal bo'lib ketibdi. Mebelning furnituralar maza qo'rdim bor-ku. Katta shunaqa showroom ochildi. Aynan kuxnada qanaqa turadi, garderobda o'sha aksesuarlar qanaqa ishlatiladi, shuni bilmaydi-ku ko'pchilik uy egalari. Klientingiz olib kelib, mana bunaqa bo'ladi deb ko'rsatish uchun tayyor showroom qilib qo'yishibdi. Undan tashqari mebelchilarga mebel sohasida nima kerak bo'lsa, shu yerdan topsangiz bo'lar ekan. Misol uchun, shu tortma, shkaf, ruchkalarni san'at darajasida xillarini sotishar ekan. Ya'ni mana mexanizmlarni men bunaqasini ko'rmadim. 10 yil garantiya beradiganliklarini ham shu yerda sotishar ekan. Qarang, 10 yil mexanizm birovni uyga qo'yasizda, bo'ldi. Jigar, xudo xolisi mebelingizdan xavotir olmaysiz. Garantiya deb 10 yilga chip ketaverasiz. Bular o'zi bir eskidan ishlashadi. Jomiyda ham, Do'mbirovda ham joyligi bor edi. Endi tuberkulozning banisi bor-ku, ana Sag'bondan Qorasaroyga kevrishlik karzinkani oldi. O'sha yerdan shunaqa joy ochishibdi. Endi borganda parkovkalardan joy muammo bo'lmaydi. Lekin showroomni assortimenti yoritish, taxminan 30 xil, 40 xil brend bilan ishlashyapti. Aynan mebel sohasiga kerak bo'ladigan любой aksessuarni menimcha shu yerdan topsangiz bo'ladi. Premiumlarni ham, o'rtacha xillarni ham, arzonlarni ham. Eng zo'ri shu bildingiz, klientingiz olib kelasizda, mana siznikini mana shunaqa yasab beraman deb shu yerdagi tayyor obrazetslarni ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Ziroatchining mebel qildirmoqchi bo'lgan yaqinlarga, mebel bilan shug'ullanadigan ustakalarga maksimum tarqatib tashlang jigar. Instagram profiligini ham qoldiraman. Hozir o'tib podpisatsiya ham qoling. Bugun bo'lmasa, menimcha ertaga kerak bo'ladi. Telefon nomerligi ham bor.